Assalomu alaykum hammaga. Hozir men sizlarga Faberlic kompaniyasi kosa tovoq yuvadigan geli bilan o'zimiz oddiy gelni farqini ko'rsatib beraman. Mana ikkita idishimizga ham suv solamiz. Birinchi mana o'zimizni yaxshi komplekt bosilgan yaxshi geldan ozgina qo'yib ko'ramiz. Mana Mana yaxshilab aralashtirdim, lekin ko'pirishini ko'rdinglar. Endi buni ko'ramiz. Mana xuddi shuncha soldim bundan ham. Endi bu suvga yana ham qayerlar ko'pik chiqaveradi. Mana farqini ko'rdinglar. Bir xil soldim ikkalasiga ham. Bu 3 tasi bittada, ya'ni mana bunaqa narsadan 3 ta ishlatsanglar, bundan bemalol bitta ishlatasizlar. Mana ko'rdinglar farqini. Bundan ancha ko'p solishimiz kerak. Bir oy ketmaydi bittasi. 15 kunlarda tugaydi. Buni bemalol 3 oy kerak bo'lsa 4 oygacha ishlatish mumkin. Qizlar mana farqini ko'rdinglar.